Xuddi Abduqodir Husanov kabi mashhur, ko'chada nomini itam bilmaydigan avtomobillardan ko'ra bu toychoq ancha mashhurroq. Demak, bugungi obzorimizda Gentra. Haliyam qo'ligini sudraolmaydigan mashinani obzor qilasizlarmi? Mana gap isboti bilan. Xo'roz ham chet elga ketsa yotib olib galurmang, brat. 15 ta kampor bakis bunchalik mashhur bo'la olmaydi. Sizlarga bor hali. Biza katta bolalar haqida gaplashmayapmiz. Katta mujiklar haqida gaplashyapmiz. Sizlar qo'yadigan benzinga biza uy ro'zg'orini ham qilamiz. Mazza qilib yuramiz. Qalay bunisi? Biza ikkita rangi bir-biriga kollaboratsiya qilishimiz shart emas. Bizga bitta rang va bitta tonirovka yetarli bo'ladi. Shuni o'zi bilan sizni ham, любой mashinangizni ham aqlini kirgizamiz. Bitta shu qolmabdi, demak bukkan qilishga, to'g'rimi? O'zingizcha bir pultikasidan yangi mashina olib turib, Amerikanka optlar, o'zingizcha xohlaysizlar, Malibu rul, Malibu bar. Menga nima bor menga? Sizlarni chala yarim bo'rbak desam, chala yarim rang ekan-ku, bachkanalina oliy darajasi shu bo'lsa kerak. Sizlarga yarashaveradi. Biza qizlar bilan maydalashib o'tirmaymiz. Undan ko'ra kommentariyada mujik akalarimiz aytinglar, qaysi tanlov yaxshi? Brat o'zlarini BMWda his qilardilar shekilli. Bilasizlar-ku, mana obzorlarimda faqat legendasi bo'ladi.